15 marta yalinib, 3 marta janjallashib, 2 marta oyijonga yetgandan keyin bu kishim vizaga tushishga rozi bo'ldilar. Xullas o'rtoqlar, bugun bu kishimga eng noqulay savollarni beramiz, ko'ramiz, qanaqa javob berar ekanlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Omad tilaymiz. Yo'q, sizga birinchi savol. Mani ismimni eshitganingizda xayolingizga birinchi bo'lib nima keladi? Sani tishlaring. Uzoqdan qarasam, bir 50 ta odam kelayotgan tushib ketishini bunday qilib, "O, ancha osonda" deyman. Ikkinchi savol. Mani bitta so'z bilan ta'riflab beringchi. To'g'risi shu. Meni jackpotim, meni baxtim, meni omadim, meni sevgilim, meni hayotim. Suv ilonim desin turadi hozir. Endi u haqiqat aytmaymiz-ku. Xotiningiz tirik qolishi uchun xiyonat qilishingiz kerak deyishsa nima qilardingiz? Yo'q, durdim. Bor boshqasini toptab, men uni xiyonat qiladigan kerak emas menda. Xotinim meni xiyonat qilishini ko'tarolmaydi dedim. Men doim uni sevganman, sevib qolaman. Undan ko'ra bor yo'q men boshqa doktor topaman dedim. Muncha zo'r. Agar iloji yo'q, qilsangiz tirik qoladi deyishlarchi. Endi kimlar yegan bo'ladi? Yo'q, endi to'g'ri uchun xotin. Sani tirik qolishing uchun men harakat qilyapman. Siz xiyonat qilsangiz men tirik yasholmaydi deb o'ylayapsizmi? Ba'zida men oldingizda bo'lmagan paytimda begona qizlarga qaraganmisiz? To'g'risini ayting, xudo ko'rib turibdi. Begona qizlarga Alloh kechir. Yo'q. Qaramaganman, qaramayman ham, chunki men nima qilaman begona qizlarga qarab, shunday chiroyli, shunday go'jakkina bitta xotinim bo'lsa, men nima qilaman begonalarga qarab? Men seni yaxshi ko'raman. Besholi, malades. Tiriksiz hozircha. Imkon berilganda yana bir marta uylanarmidingiz yoki ko'r bo'lib qolarmidingiz? Ko'r bo'lib qolar. Chunki sanday xotinni boshqasiga almashish ko'rlikka olib keladi. Sanday qizni boshqasiga almashish bu ko'rlik. Zo'r gapirdingiz. Zo'r gapirdingiz. Sizga $1 million beraman, dunyodagi eng chiroyli qizni o'ping deyishsa, o'parmidingiz? Hamma savol xiyonat, zapal. Shunaqa narsalar bo'lyapti. Savoldan boshqa men javob bering. Dollardan naqd shitirsan edi oldingizda. Bitta o'psangiz bo'ldi. Dunyodagi eng chiroyli qiz sen bo'ladi. Sen qayerda bilasan? Mana shu yerda qarab turgan bo'laman o'sha o'pishingizga. Yo'q, dedim buni. Nimaga? Yo'q, men xotinimni yaxshi ko'raman, uni qilolmayman dedim. $1 million, ha? Butun umr ishlasak ham xudo bilan topa olamizmi yo'qmi uncha pulni? Ha, sen ko'zingni turasan, bitta shu. O'pasiz. Uyimiz yo'q, bolalar uy qilish kerak, bog'cha qilishga, mashina qilamiz. San'at biznes qilamiz, dirkson. O'pasiz. Noto'g'ri. Dunyodagi eng chiroyli qiz menman-ku. Ha, men uchun, ha? Ha, bo'pti, o'shani dedim. Yo'q, dunyoda men xotinimni o'paman dedim. Buni yo'qaman. Ha, bo'ldi, dunyoda eng chiroyli qiz sensan.